Shahar ko'chalarida jamoat transport harakatini yanada qulay va samarali tashkil etish maqsadida avtobuslar uchun maxsus A yo'laklar joriy etilgan. Ushbu yo'laklar avtobuslarning tirbandliksiz belgilangan vaqtda bekatlarga yetib borishni ta'minlashga xizmat qiladi. Biroq ayrim haydovchilar tomonidan A yo'laklarga noqonuniy ravishda kirish, avtobuslar harakatiga to'sqinlik qilish holatlari kuzatilmoqda. Hatto ba'zi haydovchilar bu qoidabuzarlikni qasddan sodir etayotganini ushbu video tasvirlar orqali bilib olishingiz mumkin. Haydovchilarning bunday qo'pol harakati jamoat transporti ishi izidan chiqishiga, yo'lovchilar uchun noqulaylik tug'ilishiga va ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Albatta, qoidabuzarliklar jazosiz qolmadi. Avtobus harakatiga xalal bergan barcha haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rildi. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 115-1 bandida ko'rsatilgan, ya'ni yo'nalishli transport vositalari uchun alohida ajratilgan tasmalarda harakatlanish boshqa transport vositalari uchun taqiqlanganligini, faqatgina bundan tezkor va maxsus xizmatlarning transport vositalari mustasno ekanligini eslatib o'tamiz. Ushbu qoidada nazarda tutilgan bandlarni buzgan haydovchilarga esa amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.6, ya'ni to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzganligi hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.7 moddalarida nazarda tutilgan, ya'ni yo'nalishli transport vositalari harakatlanadigan tasmalarda yurganligi uchun ma'muriy jarimalar qo'llanib kelinmoqda. Barcha haydovchilardan jamoat transportlari uchun ajratilgan yo'laklarga kirmaslik, yo'l qoidalariga amal qilish hamda boshqa harakat ishtirokchilariga noqulaylik tug'dirmaslikni so'raymiz. Eslatib o'tamiz, A yo'lakdan harakatlangan avtomashinalarga endilikda choralar ko'riladi.